Qolgan to'lovi qo'limga olganimdan keyin o'tkazib bersam bo'lmaydimi? Menga kelin botgan qizimizdan oylar yozdilar. Qizim sizga zakaz bermoqchi ekan, o'zi aloqaga chiqolmayapti. Nomeri shunday qizimga yozib yubora olasizmi deb men qizlariga yozib yubordim. O'sha qizlari tanlab qo'ygan ekanlar. Har xil bir-biridan chiroyli diademalarni tashlab berdilar. Men ularni o'pishib hisoblab berdim. 1.300.000 atrofida bo'ldi. Menga aytdilarki, bir hafta 10 kunda kerak, to'yim уже Misrda bo'ladi. Misrga jo'natishimiz kerak. Yasab bera olasizmi deb men afsuski u paytda zakazlarim ko'pligi sababli bir hafta 10 kunda yasab bera olmayman. Uzog'i 15 kun ichida yasab beraman dedim. Ular ko'ndilar, mayli 15 kun bo'lsa ham to'yga taqalib yetib kelayotgan narsalar. Sirazi to'lov qilib qo'yganlardan keyin narsalarni yasashni boshladim. Orada yana 270.000 so'mlik narsalar zakaz qildilar. Ularni ham qo'shib yubordik. Men narsalarni 26 kuni Misrga uchib ketadigan tanishlariga dastavka qilib berdim. Ular уже ertasi kuni narsalarni olib olishdi. Menga yozdilarki, rahmat kattakon, juda ham chiroyli chiqdi narsalaringiz. O'zimga yoqdi deb yozdilar. Keyin men esimga tushib qoldi, yana 270.000 to'lovlari borligi. 270.000 to'lovingiz bor ekan, to'lov qilib yuboring dedim. Xo'p, ertaga to'lov qilib yuboramiz deyishdi. Oradan 12 kun o'tdi, hali o'tkazishmadi. Yozsam yozishmayapti. Men nima demoqchiman? To'g'ri, 270.000 unaqa katta summa emas, qolgan pulligini berishgan. Lekin hammamiz shunaqamizki, ogimiz kelgan narsa уже qo'limizda bo'lgandan keyin qiymati pasayadi. U narsaga yana pul to'lagingiz kelmaydi, pul bergingiz kelmaydi. Xuddi shunaqa holatlamanda boshida ko'p bo'lgani uchun 100% to'lovdan keyin dastavkalarni chiqazib beradigan bo'lganman. Deymiz, hammani insofini o'ziga bersin. Siz bu holatga tushganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Kommentariyalarda fikringizni kutib qolaman.